rasman eshitganimda yig'lab yubordim. To'g'risi. Ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Hakamni oliy hakamga qoldiryapti-da bizning murabbiyimiz. Va chiqib turib yigitlar bilan duo qilyapti. Va ana endi motivatsiyani eng kattasi gapirmay o'tirish kerak-ku. Faqatgina so'rash kerak. Faqatgina so'rash kerak. Murabbiy sifatida, haqiqiy muallim sifatida so'rayapti va men so'radim, sababini qildim, yigitlar bo'ldi deyapti. Anu tepadagi gaplar ham qolib ketdi. Men uchun o'yna, murabbiylar uchun o'yna. Yo'q. Shunday chiqyapti-da. Bo'ldi. Faqat bizni u qutqarib qoladi deb tayyorlayapti. Saudiyada, Toifda. Va yigitlar chiqib turib nimalar qilishayotganini hammamiz ko'zimiz bilan ko'rdik. Hammamiz ko'rdik. Shu oliy hakamning yordami ko'rina boshladi. Ko'rasiz-ku shunday. Yo'q joyda qo'li bilan o'ynab o'tiribdi. Endi butun dunyo ko'rib turibdi. Endi